Yana bir Turkiyadagi vatandoshimiz bilan bu yerda tanishdik. İsmingiz nima edi? Aslida. Asliddin. Ya Turkiyaga ishlash uchun keldingizmi, aylanish uchunmi? Ishlash uchun, aylanish uchun. Aha, ishlash bu yerda hozir ishlayotgan bo'lsangiz yoki ishga kirmoqchi bo'lsangiz oyliklar qanchadan boshlanyapti, qanchagacha bu haqda ma'lumot bera olasizmi? Oyliklar 700 dollardan boshlanadi. Bizning masalan ish joyimizda yaxshi bo'ladi hammasi. Yangi kelgan masalan O'zbekistondan bizni kuzatishadi va Turkiyaga kelishda, ya'ni kelib turib birdaniga ish topishadimi? Ya'ni to'g'ridan to'g'ri Turkiyaga kelishlarini tavsiya qilasizmi yoki qanaqadir tanishlar orqali kelishsinmi? Tanishlar orqali kelsa yaxshi bo'ladi, chunki bu yerda turk tili bilish kerak ishlash uchun ham. Bo'lmasa hech qaysi olmaydi hamda. Tanish orqali kelmasa, ya'ni ish topishga ham qiynaladi, joylashga ham. Kvartira ham qiynaladi. Kvartiralar ham qimmat hozir bu yerda. Hozir 700 dollar oylik dedingiz. Uy ijarasi, kommunal to'lovlar va telefon o'zini xarajatlaringizga qancha keladi bir kishiga xarajat? Uy ijaralar hammasi o'zimizdan to'lanadi. Ha, ish yerini o'zi to'lab beradi. Shunday. Ya'ni sizga sof holatda qancha qoladi bir o'zingiz ishlasangiz? Faqat bir o'zim ishlasam, masalan, oziq-ovqat bilan bir 150 dollarlar ketsa ham bir o'zimga 550 dollarlar qoladi-da.